الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Qur'oni Karimni o'qish, tafsirini o'rganish va hayotlikqa tatbiqlash va amal qilish uchun cho'qim Qur'oni Karimning ma'ani, maqsadlarini va Qur'oni Karimning nur hidoyatlarini Alloh taolo payg'ambar alayhisalomga tushirgandek va sahobalar amal qilgandek bilishga tegishli bo'ladi. Shuning uchun mushu haqni bilish oldiga shayton to'salg'i bo'lib olg'achqa Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Qur'oni Karimni o'qishning avvalida shaytondan panoh so'rash uchun Alloh taolo buni oyatni tushirgan. Bugungi tafsirimiz mushu oyat bilan boshlanadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Sure Nahl 98. ayet. Sen Muhammed, yani Muhammed aleyhisselamga tava bulgan barlık ümmet, Kur'an'ı okumakçı bulsan, Allah bilen Allah'ın rahmedin qoğlangan şeytandan panah sorğun diyen. Bizninki bugünkü bu derskimiz mana şu ayetning tafsiri bilan boshlanadi. Avvalan Alloh subhanahu va taolo Qur'onni o'qimoqchi bo'lsang dedi. Qur'onni dedi. Demak, Qur'oni Karim qanday kitob? Qur'oni Karim Alloh taolo Muhammad alayhisolatu vasallamga insonlarning qalbini va hayotini va amaliyatini öz nuru bilen, öz rahmeti bilen, öz tushirgan programma ve halal haram bilen terbiyelash uchun qonun ve programma qilib tushirgan kitap. İkinci qilib Qur'oni Karim ilgiriki Tavrat, Injil, Zabur ve barliq ilgiriki payg'ambarlarga tushirgan kitaplarni to'g'risini tasdiqlab, xatirini inkar qilib tasdiqlovchi bo'lib tushirgan kitap. Qur'oni Karimning 3-chi alohidligi. Qur'oni Karim ham Alloh taoloning insoniyat qalbini yo'ritadigan nur va hidoyat va yaxshi amal va dunyo hayotlik barliq ishlarga qarta yaxshi programma bo'lishdan sirt Qur'oni Karim eng kuchli mo'jiza. Alloh taolo ilgirki payg'ambarlarga tushirgan Tavrat, Injil, Zabur kitoblarini onu öz vahiy qilib tushirgan bo'lsa-mu, Alloh taolo ilgir kitoblarga mo'jiza bo'lish uchun har bir payg'ambarga kitobi bilak, mo'jizasi bilak, ya'ni kitobni va payg'ambarlikni kuchlandirish uchun yana bir mo'jizani bergan. Muhammad alayhisolatu vasallamga tushilgan Qur'oni Karim o'zi ham kitob, ham qonun, ham nur, ham rahmat, ham hidoyat, ham onunga qatib mo'jiza bo'lgan. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Musa alayhisolatu vasallamga jismoniy bo'lgan, hissiy bo'lgan hasini mo'jiza qilib o'zining payg'ambarligini kuchaytiradigan kuchli qurol qilib tushirib bergan. Aysa alayhisolatu vasallamga ko'rlarni Allohning izni bilan saqaytiradigan mo'jizalarni Alloh subhanahu va taolo tushirib bergan. Demak, Salih aleyhisselam'a Allah subhanahu wa taala karını mo'jiza qilib tushirib bergan. Demak, ularga o'zining payg'ambarligini ishontirganga yana bir mo'jizani bildirayotgan. Ammo Muhammad alayhisolatu vasallamga qiyomatgacha yo'qolib ketmaydigan hamma insonlarni dunyo va oxirat iymon nuriga va rahmatga boshlaydigan davomli bo'lgan mo'jiza qilib tushirgan. Chunki butkul dunyo Allohning maxluqi. Butkul dunyoda davri qiyomatgacha keladigan insonlarning hammasi Allohning maxluqi. Shundoq bo'lganligi uchun Qur'oni Karim butkul dunyo insonlarini davri qiyomatgacha to'g'ri boshlash uchun
Allah Qur'oni Karimning sirlarini burun Payg'ambar Muhammad alayhisolatu vasallam davrida açılmagan sirlarini bundan keyin davr qiyomatgacha insonlarga açıp, yangi insonlarning Allohning diniga kirishi, islomdir hidoyat qaytish uchun Qur'oni Karimni davr qiyomatgacha bo'lgan mo'jiza qilib tushirgan. Bir so'rashi mumkin. Bizga mo hashtag yoki ilk payg'ambarlardek bir amaliy qo'lda ko'riladigan moddiy mo'jiza bo'lgan bo'lsa bo'lmamdi deyish mumkin. O mo'jizalar şu payg'ambarlar dunyodan ketdi, birga ketdi. Lekin Allohning mo'jizasi Muhammad alayhisolamning tushirgan Qur'oni Karim davr qiyomatgacha davomli payg'ambarlik vahiysi bo'lg'achqa dunyo bundan keyin ilm bilan, fan bilan, har turli sohalar bilan taraqqiy qiladigan, o'qish va bilim taraqqiy qiladigan iqroning, ya'ni taraqqiyotning, bilimning, boshqalarga berishning va ichilishning, madaniyatning dunyosi bo'lgan davrini Alloh bilgachga, shunga mangulik mo'jiza Qur'oni Karimni Alloh subhanahu va taolo bizga mo'jiza qilib tushirib bergan. Agar bizning mush davrimizda Allohning so'zi bo'lgan Qur'oni Karimni ruhiyat, aqida, hidoyat, axloq, manhaj, da'vat, siyosat har turli jihatlarda haqiqiy safo madaniyat bilan o'zimizning hayotiga tatbiqlab, dunyo insonlarga haqiqiy yaxshi bo'lgan amaliyat bilan suna oladigan bo'lsak, hech qanday bir kuch-quvvat ocholmaydigan qalblarni Allohning nur hidoyati Qur'oni Karim orqali ochqili bo'ladi. Dinsizlar yoki har turli zolim kuchlar Qur'oni Karimning nur hidoyatini samimiy pok holatda va hadis sharifning nur hidoyatini pok holatda yetishdan to'sqinlik qiladigan amaliyotlar dunyoda mavjud bo'lmaydigan bo'lsa, bizga Aysha alayhisalom davridagidek sening Qur'on hadisga kelgan haqlarini qo'yib boq bo'ladigan, shundaq biz o'ttirib qo'ydigan Qur'on hadis iborat bo'lgan haqni dunyoda o'ttirib qo'yishga to'sqinlik qilmaydigan ish bo'ladigan bo'lsa, Qur'on hadis dunyoda ocholmaydigan qalb, Allohning izi bilan ocholmaydigan sir, qoyil qilmaydigan haqiqatlar mavjud emas. Shunga Alloh subhanahu va taolo A'uzu billahi minash shaytonir rojim Qur'oni Karimda deydi: "Sanurihim ayatina fil afaq va fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid." Sura Fussilat 53-oyat. Biz o dunyo insonlariga, qaysi millatdan bo'lsin, dunyo insonlariga bizning mo'jizalarimizni, bizning dalillarimizni, har atrofdagi dalillarimizni ko'rsatamiz. Birinchisi, har atrofdagi dalillarimizni ko'rsatamiz. Ikkinchisi, va ularning o'zlaridagi dalillarini ko'rsatamiz. Ya'ni osmon jismlaridagi, dunyoning har qaysi yeridagi meditsina, tarix, psixologiya, ruhiyat, siyosat, axloq hamma ishlardagi, doktorlik hamma sohadagi Alloh taolaning mo'jizasini ko'rsatamiz. Nimishqa? Hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Alloh nima dedi? Hatta yatabayyana lahum dedi. Ya'ni ularga oshkor qilish uchun, haqni tonimaydigan kofirlarga, dinsizlarga, ozg'unlarga haqni oshkor qilish uchun, ya'ni Allohning so'zi Qur'on, islom dini, Alloh taolaning dunyo hayotini yaratganligi, payg'ambar alayhisolamning axirgi payg'ambar ekanligi, mushu vahiy ilohiy bo'lgan Qur'on bilan kishilarning buzilgan qalbini, ruhiyatini, hayotini, jamiyatini o'zgartiradiganligimizni, o'zgartirishga Allohning izi bilan shular qalbini ochsa, o'zgaradiganligini Alloh mushu oyatda bayon qilib, mana mushundaq kishilarning hayotini o'zgartiradigan bir lam haq, bu dunyoda faqat mushu Qur'on ekanligini, Allohning so'zi ekanligini biz mush dunyoda bilmaydiganlarga, haqni inkor qilganlarga, ya haqni ikkilanganlarga, ya birsimi haqqa ravon ma'lumotlarga oshkor qilamiz dedi. Yani Allah dedi ki, senin perverdigarın gıyterlik bulmadı mı? Hakikaten perverdigarın her nesine şahit ekanligi. Yani dünyadaki hem nesini Allah yaratganligi, Allah şürgen Peygamber Aleyhisselam'ın haq ekanligi, Allah Peygamber Aleyhisselam'ın şürgen Kur'an'ın haq ekanligi, kıyametgacha her bir narsa Allah'ın barlığını sözlep durduğanligi, Allah'ın barlığı pakit bulduğanligi bu haq deganlikni bu ayet bayon qildi. Mana bu ayette Qur'oni Kerimning osmon va zaminning atrofida va insoniyatning o'zida Allah subhanahu va taolaning bor va birlik dalillari
burun oshkor bo'lmagan nurg'un mo'jiza mandikin oshkor bo'lganligini bayon qildi. Yana Qur'oni Karimning nurg'unlagan ilmiy haqiqatlarda Allah subhanahu wa ta'ala burun oshkor bo'lmagan haqiqatlarni oshkor qilganligini bayon qildi. Nima deb? Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karim degan innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nusihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azaba innalloha kana azizan hakima. Bu oyatda Allah bizning oyatlarimizga kafir bo'lgan odamlar biz ularni do'zaxga kirgizamiz. Yaqinda, ya'ni oxiratda. Har qachon ularning terilari kuyib pishib bo'lsa, biz o terilarni burunqi kuyib pishib bo'lgan teridan bilak bo'lgan yangi teriga almashtirib etdik. Ular azobni tetish uchun haqiqatan Allah bo'ldi, g'olib, hikmatli ish qiluvchi bo'ldi dedi. Mana bu oyatda terini pishib yetilib bo'lsa, bilakka almashtiramiz deganning ma'nosi pishib yetilib bo'lsa, teri azoblanishi ojiz bo'ladi. Teri yangi bo'lsa, ya'ni azoblanish terininki paylarida terining nirib turadi bo'ladi deganlikni Allah ayni vaqtda Qur'oni Karimda tushirib bo'lgan. Undaq bo'lgan ekan, ya'ni hozirgi bu davrimizda Qur'oni Karimning nurg'unlagan mo'jizalari bizga ham oshkor bo'ldi, ham qiyomat kishi oshkor bo'lib, o'z haqiqatini bayon qiladi. Demak, mana shu Qur'on Allah subhanahu va taolo bizni o'qishga va amal qilishga, hayotda tatbiqlashga buyurgan Qur'on. Endi mushu Qur'oni Karimni nimishga o'qiymiz? Allah Qur'on deydi. Va nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un va rahmah. Biz Qur'oni Karimdan shifa va rahmat bo'lgan Qur'onni tushirdik. Ya'ni Qur'oni Karim shirk kasallarga, fosiqlik kasallarga, kufr kasallarga, dinsizlik kasallarga, shahvoniyat kasallarga, ozg'unlik kasallarga, murtadlik kasallarga, musulmonlarga ziyon solish kasalliklariga, har turli satqullik kasallarga, munofiqlik kasallarga shifolik bo'ladi. Va Qur'oni Karimda hidoyat tepib, uning ishida mangsa, u rahmatun, noit katta bo'lgan bir rahmat kirishidiki, uning ishimi rahmat, sirtimi rahmat, dunyodami rahmat, oxiratdami rahmat. Deb Alloh taolo mana shu oyatda bizga Qur'oni Karimning tushirishdagi maqsadni dunyo va oxirat insonlar baxtga erishish uchun tushilganligini bayon qildi. Shundaq bo'lgan ekan, mana shu Qur'oni Karimni o'qishdan burun biz a'uzu billahi minash shaytonir rojim deb Allah bilan Xudoning rahmatidan qo'langan shaytondan panoh so'rashimiz kerak. Undaq bo'lgan ekan, mushu shayton kim? Endi bu yerda birinchi qilib biz Allohning rahmatidan qo'langan shaytondan Allah bilan panoh so'rayman. Degan mushu oyatdagi shayton kim? Shayton nima to'sisini? Sen odamga hurmat sajdasi qilmaslikda, men seni odamga hurmat sajdasi qilishga buyurgan vaqtimda shayton dediki, men uningdan yaxshi. Sen meni o'tdan yaratding, uni loydan yaratding deb Alloh taolo buyruq qilsa, shayton yana bir oyatda abovastakbara deydi. Uni deb o'zini cho'ng tutdi. Mutakabbirlik qilish, unimaslik, xato o'lchallash, xato mulchallash, xato qiyos qilish, o'zimning digini to'g'ri deb qarash, Allohning, payg'ambarning fasalu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Sizlar bilmasanglar, biladigan Qur'on, hadis, nur hidoyatini tushunadigan, yaxshi bo'lgan ilm ahlidan so'ranglar. Shularga iqtido qilinglar. Payg'ambardan so'ranglar va uning agashidan so'ranglar degan mushu oyat mazmuniga amal qiladigan bo'lmasdan, balki bu Alloh subhanahu va taolo buyurgan buyruqqa o'zini cho'ng tutib, o'zimning digini to'g'ri deb xato qiyos qilganlikdan iborat bo'lgan, yo'g'onchilikdan iborat bo'lgan ishi tufaylidan bu Allohga bo'ysunmagan shayton. Shayton Allah subhanahu va taologa qarshi chiqib qolmasdan, Odam alayhisolamning hurmatlash sayyisini qilmaganlik uchun Allah taolo qarshilik qilganlikdan, do'zaxga mahkum bo'lganligini, o'zining askiligi Allohga bo'ysunmaganlikdan ko'masdan, balki odamga shu vaqtdan tortib adovat qilgan. Shu shayton deganki, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Dedi shayton, meni sen Alloh ozg'unlikda qo'yganliging sabab bilan men o insonlarga sening rus yo'lga mangadigan yo'lingda o'ltirib olaman degan. Qat'iy o'ltiraman degan. Unda bo'lgan ekan, shayton qanday qiladi? Shayton kech-kunduz insonning qalbiga havas tashlaydi. Shuni Alloh Qur'oni Karimda allazi yuwasisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. İnsanların ko'ngliga
vəsiz təşəydiğən cin və insanlarını ibarət bolğan, cin və insanlarını ibarət bolğan şeytandan Allah bilan pana sürəymə deydi. Yəni şeytan iki türlük burudu. Cin mi burudu, insan mı burudu? Şuna şeytan qanday vəsiz qılıdı. Sen yaxşı adam bulab, etiqadını Allah'a tapşırıp Allah yolunda müstəhkəm tursan, əmdi sen yaxşı adam bulab ketdin, sen əmdi dünyalıqını yüzünü al, deb dünyanı yaxşı göstüb, aqidini niraq qılıdı. Aqidisini bulğaydı. Eğer aqidisini ve dünyasını toğurlap, dünyanı mahalaldan tepip, aqidinin yaxşılık işet kılsa, sen bek yaxşı Müslüman bulab ketdin deb, onu yamanlık undaydı. Eğer o Allah Subhanahu wa Taala yolda çıkım kıldırsa, çıkım kılsan, namına kalırsa, deb Allah yolda çıkım kılıştın tutudu. Peygamber Aleyhisselam degen mal ma naqasa malun min sadaqa. Sadaqa Allah yolda çıkım kılgan malını kemetip etmeydi degen. Sen Allah Subhanahu wa Taala yolda müstehkem turup yaxşı amalni qılsan, seni şahvaniyetke, buzuqçı ayollarga pulun köpeydi. Endi manınga çıkım kıl pulunu deb onunga seni azdırdı. Eğer sen Allah'ın yolunda yaxşı alim, davetçi, dindar, İslami bolğan davet yolda bolğan bolsan, seni Allah Subhanahu wa Taala yolundan azdırdıgan, senin davetini, imanını, ilmini, iqtidarını Allah Subhanahu wa Taala razı bolduğan, Kur'an, hadis razı bolduğan yolga emas, buzgunçılık işlediğin yolga yetekleydi. Seni hatta mürted, dinden çıkan adamlar qatarı kirgizip koydu. Demek en muhimi iblis haqni nahaq qilib ko'rsatdi. Shuning uchun iblis Adamga qanday vasvasa qilgan? Fasas ilayhi shaytanu qala ya Adamu hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Adam alayhisalomga shayton vasvasa qildi. Dediki, "Ey Adam, seni mangu qoldiradigan daraxtga boshlab qo'ymi? Va seni mangulik igdashlikqa ega bo'ladigan daraxtga boshlab qo'ymi? Ko'nirib ketmaydigan, yo'qlab ketmaydigan" dedi. Demak, shayton Adamga haqdan haq ko'rsatdi. Adam Allah'a işense, peygamberge işense, İslam hidayetini özünün kalbi ruh hayatında eminleştirirse, özünün dünya ve ahiretlik her kanda bir işida din, hidayet kürsatmesen iş kılsa, kalbi ruhunun, vücudunun hemmisini uluq Allah'a bağışısa, andın ahiretini dünyadan yukarı bilse, cennet kalattı. Lekin şeytan bunun aksini Adam'ı içeri gösterip dünyaya müstehkem binanı salavasınız, müstehkem Kur'an kurvasınız, müstehkem iqtisadga iyi bulvasınız, özünüz ne? Huquqdashga bek ahamiyat bersangiz, mangu qilasiz. Nafsiga, shahvaniyatga ahamiyat bersangiz, mangu qilasiz deydigan ma'qumni Odam alayhisalomga chaqirib ko'rsatdi. Ya'ni haqni haq ko'rsatdi. Ondan Odam alayhisalom bilmaslikdan ezib ketib, bu ikkilanning iginining badanining oshkori bo'lib, avratlari ichilib qo'yishga sabab bo'lib qoldi. Demak, shayton odamni oxirisida xor qilib to'xtaydi. Shuning uchun mana biz mushu panah so'ramoqchi bo'lgan shayton mushu. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب